Birinchidan, unda bo'lmasa adibdan boshlash kerak. Tog'ay Murodni Otamdan qolgan dalillar degan romani bor. Agar mabodo o'qimagan bo'lsangiz, maslahat beraman, o'qinglar. Это прекрасный roman. Bu o'zbek adabiyotidagi bir unikalniy asar. Chunki Tog'ay Murod birinchidan juda mo'shni yozuvchi bo'lgan. Bunaqa yozuvchilarni 100 yil bitta keladigan yozuvchi bo'lgan. Uncha Faulknerga nima qilgan bo'lardim men? Tenglashtirgan bo'lardim, chunki Faulkner ham murakkab yozgan va bilsangiz, ana Shum Yaristmi qaysidir bitta asari bor edi. Aqli nosog'lom deymizmi endi bilmadim. Ishqilib shunaqa odamning tilidan yozgan-ku, o'qishga qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin o'sha odamning soznaniyasiga kira olganda. Tog'ay Murodda ham bu asarni oladigan bo'lsak, oddiy dehqonning tilidan yozganda va o'sha dehqonni fikrlashini ko'rsatib olganda, uni so'zlashini ko'rsatib olganda, anaqa romanlar bo'ladi-ku, от первого лица yoziladigan, ya'ni mendan boshlanib, shunaqa men bilan yozilganda va bu o'zbeklarni uzoq yillik tarixini ko'rsatgan. Dodasidan boshlaydi, dodasini shu sovetlar kelib turib yo'q qilganidan, keyin sovet paytidan boshlaydi va oxirgi shu 90-yillar kelib adashmasam asar tugirdi. Imperiyadan boshlab to bizani shu bir 100 yillik tariximizni ko'rsatgan mo'shni roman. Har bir o'zbek o'qish shart bo'lgan asarlardan bittasi. Yer va dehqon orasidagi munosabatlar to'g'risida. O'tgan kunlarda o'qimasanglar ham maslahat beraman, Otamdan qolgan dalillarni o'qish kerak. Shtobani samoidentifikatsiya uchun muhim asar deb hisoblayman bu narsani. Uni asosida film qilingan.